Assalomu alaykum. Men Luqmonova Madina Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan pedagogning shaxsiy sifatlari mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzumizda 3 ta reja bor. Birinchi reja pedagogning shaxsiy sifatlari, ikkinchi rejamiz zamonaviy pedagog shaxsiga qo'yiladigan talablar va uchinchi rejamiz pedagogning umumiy kasbiy madaniyati. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi raqobatbardosh kadrlar tayyorlovchi pedagogga qo'yiladigan zamon talablari majmuini belgilaydi. Bir-biriga bog'liq bo'lgan talablarning majmui pedagogning umumlashtirilgan modelini tashkil etadi. Umumlashgan modelga muvofiq o'qituvchiga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat: ta'lim berish mahorati, tarbiyalay olish mahorati, o'quv-tarbiya jarayonida inson omilini ta'minlovchi shaxsiy fazilatlari va ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholay olish mahoratidan iborat. Umumlashtirilgan modelning doirasidagi malakaviy zamon talablari pedagog qiyofasini ifodalaydi. Zamonaviy pedagog yuqori madaniyatli, xalqimiz tarixini chuqur biladigan va uni kelajagi uchun jon kuydiradigan insonparvar va oliyjanob kishi bo'lishi kerak. Uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirish jarayonida yosh avlodni ko'ngildagidek o'qitish va tarbiyalash haqida gap borar ekan, bunday g'oyat murakkab va ko'p qirrali vazifani faqat yuksak malaka, pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi kadrlar bilangina amalga oshirish mumkinligini ta'kidlashimiz lozim. Uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirish jarayonida yosh avlodni ko'ngildagidek o'qitish, tarbiyalash haqida gap borar ekan, bunday g'oyat murakkab va qirrali vazifani yuksak malaka va pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi kadrlar bilangina amalga oshirish mumkinligini ta'kidlashimiz lozim. Zamonaviy pedagog shaxsiga qo'yiladigan talablar. Hozirgi zamon o'qituvchisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, o'z kasbini sevishi uni boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Chunki maktabda ta'lim-tarbiya ishining yuqori saviyada olib borilishi faqat o'qituvchiga, uning kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri shuki, u o'z o'qitayotgan predmetlarni chuqur bilishi, uning metodikasini o'zlashtirib olgan bo'lishi zarur. Predmetni va uni nazariyasini chuqur bilishi, uni qiziqarli qilib o'quvchilarga yetkaza olishi bolalarning bu predmetga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. O'qituvchining obro'yini oshiradi. O'qituvchilik kasbiy faoliyatida muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi kishilik jamiyatining ehtiyojlari va talablaridan kelib chiqqan holda hal qilinadi. Respublikamizda o'qituvchilik kasbining o'ziga xos o'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi kishilik jamiyatining ehtiyojlari va talablaridan kelib chiqqan holda hal qilinadi. Respublikamizda o'qituvchilik kasbining o'ziga xos bo'lgan fazilatlari, xislatlari, qobiliyatlari, ish uslublari, pedagogik mahorat sirlarini egallash yo'llari, shaxslararo muloqot madaniyati yuzasidan turli davrlarda har xil ilmiy izlanishlar olib borilgan. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.